Hovan City'de ikkinchi diktatorni yaratdi va siz buni albatta ko'rishingiz kerak. Husanov City'ga yangi o'tganda o'ziga avtogol urib qo'ydi. Hatto ingliz tilini bilmasdi. Unga Guardiola ishoralar bilan o'rgatardi. Xuddi u charade o'ynayotgandek. Keyin Xusa bir necha oy muddatga umuman yo'q bo'lib ketdi. U Angliya Liga Kubogi g'alabasidan keyin hatto nishonlay olmayotgandi uyalganidan. Hovan uni podeshka qilib, so'zma-so'z uni qo'llab-quvvatladi va ikkinchi diktatorni yaratdi. Mbappe bu safar Kamavingaga tanbeh bergan esingizda. Niko Gonzalez mana bu shedevr golni urgandan so'ng Husanov shunchaki nishonlamayapti. Endi u Donnarumani urib nishonlayapti. Husanov shu qadar dahshat o'ynab yuboryapti-ki, Man City safida ba'zi bir o'rislar yonib kul bo'layapti. Ha, ular eng yaxshi o'yinchisi Arshavindan o'tib ketishidan xavfsiryapti. Bitta Xvichani o'zi ularga ko'plik qilayotgandi. Husanov endi unga ortiqchalik qiladi bu o'rislarning ba'zi bir yonayotgan, kuyayotgan insonlariga. Ha, ukajon, yondiryapsan APLni. Mana shu ruhda davom et. Sening negativlaring shu qadar ko'p bo'lsinki, har safar senga nimadir aytayotganda ular yonsin, kuysin, ich-ichidan alam qilsin. Husanovga omad va zafarlar tilayman. Haqiqatdan da Husanov hozirda APLning balki eng yaxshi himoyachilaridan biri va u Man City'da asosiy tarkibni yulib tortib oldi. Omadingni bersin ukajon. Umuman Alloh seni qo'llasin. Past ketma, zo'r o'ynashda davom et. Tarix yoz. Xullas, O'zbekiston sen bilan. Siz esa obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.